Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024-yili 2 oyning 25 kuni yakshanba sahar. Bugun men tuvandagi mazmunlarni diqqatingizga sunmoqchi. Oldi bilan Amerikaning iqtisodi haqida kichikgina bayon, anadan keyin Solana puli haqida so'ralgan savolga javob, anadan keyin o'tgan qitim deganimdek Morgan Housel'ning Pulning psixologiyasi degan kitob haqida qisqacha bayonlarni so'zlab o'taman. Amerikaning iqtisodiy ahvoli hozir har holda yaxshi, ammo ba'zi texnik shirkatlari adam qisqartishni hisobga olmagan vaqtda. Statistikalik ma'lumotlardan qaraganda, hozir har kunda o'tir hisob bilan butun Amerika miqyosida kuniga 780 kishi texnik sohasida, texniklik xizmat qiladigan kishi ishdan qilayotgan gap. Bu kapitalistik jamiyatda xuddi tovarning bahasini ta'minlash talab belgilaganga o'xshash emgak bozordimi ishchilarning yoki xizmatchilarning ishga ilinish yoki ishdan qilinishini shular bo'lgan talab va ta'minlash belgilaydi. Ya'ni shirkatlarning iqtisodida chekinish bo'lgan vaqtda ular adam qisqartirdi yoki ularga nisbatan ba'zi xizmatchilarning kerak qolmagan vaqtda adam qisqartirdi. Ya'ni tannarxni kesish uchun, foydani yuqori qilish uchun. Va ba'zida amalsizlikdan ba'zida bütün şirket vayron bo'lib ketadigan ahvollar bo'ladi. Shunga bu alohida hayron qoladigan ish emas. Amerikaningki iqtisodida bir necha qitim degandagidek 2022 yil 3-oydan 2023 yil 7-oygacha Amerikaning Markaziy bankasi o'simni o'tir hisob bilan 5.3% atrofida o'stirdi. Bu boshqa savdo banklariga yetib borgan vaqtda savdo banklaridan iste'molchilar deganimizda asosliqi aholilar va shirkatlarni deymiz, ya'ni banklardan qarz olib turib mablag' qilib silib, anadan keyin pul topadigan. Bular yetib kelgan vaqtda, masalan, iste'molchilar uy olish uchun qarz oldi emasmi, mortgage deb qo'yamiz buni. Bu o'sim yuqoriroq bo'ladi, 7-8%. Agar kredit kart, ya'ni innovativ kartochka shirkatlardan qarz olib kishilar vaqtida to'layolmasa, o adadidan ziyada jazoni xo'rliq bo'ladi. Ya'ni 29-30%gacha shunday o'sim oladigan gap. Shunga kishilarning o'tgan qitimliq leksiyada deganidek pul muomala bilimlarini bilishning ahamiyatini aytib cho'ng. Ya'ni o'simning jug'lanma ta'sirining, omonatning jug'lanma ta'sirining kishilarning aholilarningki maliyasi ko'rsatadigan salbiy ta'siri oldingisida, keyingisida ularningki moliya ahvolini yaxshilaydiganligi ko'rsatgan ta'siriga munosabatli bo'lganligi uchun pul muomala bilimlarini bilishning muayyan foydasi bor. Ya'ni shu o'simni o'stirish natijasida Amerikaning iqtisodida cho'ng ishsizlik kelib chiqadi degan farazlarni qilishgan ko'p sonli iqtisodshunoslar o'tganda men dedim, undaq bo'lmadi. Ya'ni Amerika bu qadimliq vaboninki ta'siridan iqtisodiy jihatda ko'rsatgan ta'siridan nihoyat tez qutulib chiqdi. Amerikaliklar, Amerika aholisi tarixda ko'rilib boqmagan omonat pulini yig'alagan gap. Shu vabo mazgilida. Onun nurg'un sabablari bor. Bu to'g'risida to'xtaldik, ammo yana qayta takrorlashning hojati yo'q. Amdiki masala o'tgan yilning oxirida 12-oyda Markaziy bankning boshlig'i Jeremy Powell yig'in ochgan vaqtda bu yil 3-oylarda o'simni kesishdan azroq shap vergan edi. Ammo hozir mana 2-oy chiqay dedi, 3-oy kilay dedi, 3-oyda bular yig'in ochdi. Hozirgi ahvollardan qaragan vaqtda pul paxalligi shu yaqinqi mezgilda yuqorilab 9.10% ga o'sgan, ashul 9.10% ga chiqib ketgan to'g'ri, hozir 3.10% ga tushganligi uchun, ammo Markaziy bankninki mal bahasining o'sishini, ya'ni pul paxalligini 2% tizginlash maqsadiga yetamaganligi uchun bular o'simni kesadigan, bu yilning ichida kesilgandek o'xshaydi deb faraz qilishyapti, ammo yaqinqi oylarda kesilgandek emasdek o'xshaydi. Ya'ni hozir ba'zi iqtisodshunoslarning mo'lcharicha yoki qiyosicha shu yilning oxirida 2024-yilga borgan vaqtda Markaziy bankning o'simi 4.4% ga tushdi deganni qiyos qiladi. Ammo pat yaqinda kesishidan darak yo'q. Bu
iqtisod to'g'risida deydigan gap. Hamda Solana puli to'g'risida bir qarindoshimiz bizning shu kanalning anglag'uvchisi bor, bir qarindoshimiz bor. Solana puli bak tushib ketdi-ku, Qaysar aka, buning sababi nima degan savolni qo'yapti. Men xat yozib ekanman, ko'rim. Solana puli to'g'risida men so'zlab keldim. Men bir chaqda degan dastlabda mush to'g'ri so'zlagan vaqtda bir kishining oldida bir cho'ng Bitcoin'ninki istiqbol to'g'risida to'g'ri faraz qilgan bir kishi 2 soatlik leksiya so'zlab, men uning ma'lum summada pul to'lab anglagan. Eng oxirgi yarim sekundda bu pulning sizdan mablag' silishga arziydigan pulning ismi Solana degandi. Ko'pchilik jiqab qo'ymanglar, jigimlab qo'yinglar degandi. Shu chaqda ba'zi qarindoshlar $80 shunda app qo'yishgan. Bu tushib ketishdi, bu Solana tushib ketdi. Solana puli o'sgan vaqtda 2021-yil 11-oyda eng yuqori nuqtaga yetgan $260 chiqqan. 2022-yil 8-oyda 2022-yil 12-oyning 8-kuni $8 tushib qoldi. Endi 90% qiymatini yo'qotdi degan gap. Shu vaqtda men uningdan burun ko'pchilik mushu gapni deb, mushu gapni anglab men jigimidan ap qo'ydim degandim. Eliqi mablag'chilikda onu ilinglar deyish ta'sir yaxshi emas ekan. Buni tushundim. Başdan təcrübə etdi. Şuna eliqi nima degan vaqtda shu vaqtda men osanlama $500 jiq mablag' salmonlar degan tashabbusni qilib kelgan. Andan keyin bu $8 ga tushib ketdi. $80 olgan odam nurg'un 90% pulni yo'qotdi degan gap. Ammo bu pul $8 ga tushib qolgan shu Solana puli mana shu yaqinda $120 ga chiqib ketdi. Hozir $100 bilan $115 ning ichida tavrinib turibdi. Endi ma'lum qarinishim Solana pulining mushkullarda tushib ketishining sababi nima deb so'rashi, qaysi nuqtadan chiqib buni so'rdi, men o'qimadim. Ya'ni $125 dan $100 ga tushib qolganini dedim-o, qaysini dedi deb men uni toza bilmay qolib qoldim. Ammo $8 dan jam qilib sakrab $100 dan ishning o'zi bu yaxshi ish. Nemish shunday bo'ldi deganda, Solana pulininki bundan keyingi ishlatilishiga nisbatan Solananing o'zining blockchainda zanjirsimon bo'lak texnikasi ishlatilishiga nisbatan, ya'ni o'zi yasagan yo'lda mengishga nisbatan umid bor degan gap. Endi bu $100 bilan $120 orasida tavrinib turdi. Buningdagi sabab nima desa, talab bilan ta'minlash o'rtasidagi munosabat. Ya'ni talab oshgan vaqtda uning bahosi oshadi. Ta'minlash muqimroq bo'lgan vaqtda. Endi bu talabga ta'siri shunga bu birlamchi sabab, ammo tegdakdagi sabab nima desa, muhim sabab nima desa, o dastlabki sabab nima ishlar bu xil talabni o'zgartirdi, bu talabning ko'tarib degan vaqtda shu Solana shirkatininki ba'zi mahsulotlarining yasalishi, uning Solana'ningki qo'llanish doirasining kengayishi degan o'xshash bir amaliy bir ish yoki bir pozitiv deymiz, aktiv xabarning tarqalishi. Ya bu kishilarningki pul muomalasida ko'pincha kishilar qaror chiqargan vaqtda 33% vaqtda o'zining hissiyatiga tayinib qaror chiqardi degan gapni Warren Buffettlar degan. Endi bu nimishga tushib ketdi degan vaqtda talab nimishga tushib ketdi, bahos to'lab ketdi degan vaqtda talabning azayganligi, uni tutib odamlarning ko'pinchasining setib bag'aladigan bo'ladi. Nimish shunda oldu desa, oningga sabab boshqa bir gaplarning chiqishi, masalan, Solana puli sur'at jihatda intayin tez. Shifrliq pul dunyosidagi birinchi pul, ya'ni pulning otasi Bitcoin ko'pchilik o'qislar. Ikkinchisi Ethereum. Ethereumga nisbatan xiris paydo qilayotgan pul ma'lum. Ethereum ikkinchi o'rinda turdi. Umumiy market capitalization jihatda, ya'ni butun shu Ethereumning bahosi miqdorini ko'paysak bir qimmat chiqadi, shu bozor qimmat bo'ladi. Buningga
Solana hırs qildi. Yani Solana'nın qatili deb atadi. O da ayni vaqtda 2 yilning oldida Shiba Inu Dogecoin'ning qatli deganga o'xshash. Bu axborot sohasida, pul muomala sohasida ma'lum kishilarning g'arazlik shaklda o'ydirib chiqargan gapimi biz uni uqmaymiz. Xuddi kishilik munosabatda odamlarning o'tirisida yomon niyatli. Odamlar davlatlar o'tirisida munosabatlarda yo'q gaplarni o'ndirib, tuxumdan tuk o'ndirib, yo'q gaplarni deb ziddiyat yo'q paydo qilganga o'xshash, undan sun'iy etib paydo qilganga o'xshash, pul muomala sohasida bu narsalar doim bor, ko'rinib turdi, doim yuz berib turadigan ishlar bu. Ya'ni paypoq shirkatlarni qurib chiqib, uni alayda yasab, ko'stib, tashviq qilib, anadkin uni peni bozorga silib, ituluq supurus quruq holda maydonga chiqib, uni nurg'unaydan bayqay olmaydi, bayqagan vaqtda xalqning pulini shumirib oldilar. Mesela şümür oldu, parazitlik şümür oldu. Bunda işler pul muomala sohasida bunda jirginlik o'yinlar bo'lib turdi. Ammo qonun, yani axborot erkinligi va davlat qonun bilan idora qilinadigan bunda ochiq jamiyatlarda bu ishlar yuz bermaydi emas. Chunki bu insoniyat jamiyati. İnsaniyat jamiyatida har xil ishlar bo'ladi. Ammo bu xil ishlarning yuz berishining ehtimoli to'varak bo'ladi. Agar bayqilib qolgan vaqtda qonuniy moddalarga tushib qolsa, tegishli jazosini tatidi shu ishni qilgan odamlar. Hamda Solana pulininki yaqindan buyonqi shu ba'zida tavrinishda, yana tushish yuzinishiga ta'sir ko'rsatgan sabab nima desa, Solana pulininki Ethereum'a nisbatan kuchli xiris bo'lolmaydiganligi, Ethereumning oldin nima jihatda, ishonchliligi jihatda, qulayligi jihatda Solanaga nisbatan ilg'orligi deyilgan. Balkim shu sabablar nurg'un iste'molchilarningki, mablag' sohiblarningki Solanadan chiqib Ethereumga yurgishini keltirib chiqargan bo'lishi mumkin, lekin Solana'ningki bahosi Ethereum qaraganda jiq arzon. Solana'nın özgürlük artıqçılığı var. Özünün məhsullatları var onun, şu şirketinin. Ondan sırt Solana şirketininki elastikliği. Elastikliği nəhayət üstünken de Ethereum qırğan vaqtda. Şuna anlıqçığa bolduğan düşəndiriş şu, yəni bu düşüb çıxıb baza degen şu, çıxıb düşüb turdu. Ama bu bizning qandaq pozitsiyada bo'lishimizga bog'liq. Xo'sh, endi men gapni mushuningdan Morgan Housel'ning Pulning psixologiyasi degan kitobiga o'tgay. Chunki bu to'g'risida ko'plik bir necha qitim dedim. Bu kitob 20 bobdan tashkil topgan. Men bu kitobning dastlabki qismida 1-2 bob, ya'ni kirish so'zi bilan bir boblarni qo'shib qisqacha deb berman agar anglaydiganlar bo'lsa, mush yana hikoya qandaq desa, bu yilqi 1001 kechining hikoyasidak hikoya emas. Ammo bizning real hayotimizda, turmushimizda o'zimizga foydali anglab qo'yishga va ba'zida agar bo'lsa qo'llanib beqishga tegishli hikoya. Bir Uyg'ur yigiti, ya'ni ilm so'yar bir Uyg'ur yigiti burun shunda bir gapni qilib ekan, buni men boshqa bir qerinishimizdan olgan. Asosi bor deb. Dunyoda maslahat beradigan odam ko'p, maslahatni anglaydigan odam ko'p. Berish bir gap, anglash bir gap, qilish bir gap. Ya'ni pulning psixologiyasi degan bu kitobda deyilayotgan asosiy idea nima desa, odamlarning pul bilan bo'lgan muomalasida kishilarning qanchalik aqlli bo'lishi anchalar muhim emas, ammo pulga nisbatan qandaq harakat ifodada bo'lishi bu nihoyat muhim degan. Davsa pulning psixologiyasi deb bu avtor nimani ko'zda tutadi? Morgan Housel Wall Street Amerikadagi Wall Street'te ishlagan bir jurnalist, ya'ni pul muomala to'g'risida maqola yozadigan, izlanib kelgan jurnalist 20 yildan buyon. 20 yilga yaqin, 20 yilga yaqin. Buning bu kitobiga, Morgan Housel'ning kitobiga Jason Zweig deydigan pul muomala jurnalisti, ya'ni Wall Street Stone jurnalining Stone yozuvchisi Jason Zweig mundaq bir bahona bergan. Morgan Housel pul muomala, pul haqida intayin chiroyli va go'zal bo'lgan mundaq bir haqiqatni anglatgan. Pul qimmatning saqlanish shakli emas, o yana
kishilarning hissiyotini, manmanchiligini, qo'rquvsini, orzusini, g'oyasini va yurak yorisini, hasdini va pushaymonlarini mushularni ifoda qiladigan bir vosita. Ya'ni Morgan Housel bu kitobida mana mushu nuqtalarni yaxshi yo'ritgan degan gapni qilgan. Ashna baho yozgan meningcha. Morgan Housel bu kitobni kuzatish asosida, izlanish asosida, o'zining beshdan o'tgan ishlar asosida real hayotdagi obrazlarni, real odamlarni elib mundaq bir ko'z qarashni tushundirgan. Ya'ni kishilarning pul muomala jihatda yaxshi bo'lishi, ya'ni boy bo'lishi, ularning pul muomala jihatdagi yoki aqliy jihatdagi favqulodda ustun bo'lganligi va tirishqanligidan emas. Muhimi ularning pulga nisbatan qanday muomala tutganligida dedi. Ya'ni tirishchanlik aqldan to'laroq kishilarning pulga nisbatan qanday muomala tutishi, qilmish harakatlari muhim. Bu bir. Ikkinchisi, pul muomala haqidagi ilm qattiq ilm emas deydi. Qattiq ilm deganimiz hard science deb qo'yamiz. Bu tabiat hodislarini tushundiradigan, har xil qiyoslar asosida, modellar asosida ma'lum ko'z qarashlarni isbotlab chiqadigan yoki bu demakchi bo'lgani bu Newtonninki birinchi harakat qonuni demdik. To'liq so'ttirdi biz o'qigan. Ya'ni agar bir jism harakat qilayotgan bo'lsa, tashlikda uning nisbatan tashqi kuch ta'sir qilmasa, u mangu tuzsiqlik tash harakatini saqlab qoldi deganga o'xshash qonunlarga tushmaydi demakchi. Agar Mao Newtonning birinchi harakat qonuni to'g'risida biz to'liq so'zlagangan ismning ko'tarilib qolgan bo'lsa, xato bo'lgan bo'lsa, Mahmudjon fizika olimi tuzib qo'ysa bo'ldi. Adam hammani bilib ketmaydi, hammani saqlay olmaydi desidi. Xo'sh. Andan keyin ikkinchisi deganimda o'shunda nima emas, qattiq science emas, hard science emas, soft skill edi, yumshoq mahoratni bilish deydi. Ya'ni tabiat qonunlarini tushundiradigan qoida formulalarni bilish ketmaydi pul muomala jihatda. Ammo pul bilan qanday muomala qilishni iborat, ya'ni hissiyot, tuyg'u bilan shuna qaror chiqaradigan, kuzatish qobiliyati bo'lgan, shunday bir yumshoq mahoratlar oladin muhim deydi. Ya'ni ba'zi odamlar pul muomala kasbidagi, ya'ni pulning agar manchilik pulingiz bo'lsa, 100 ming dollar pulingiz bo'lsa, o yiliga 5%lik pay deb kelsa, 30 yildan keyin qanchalik bo'ldi? Uni Excelga silib topalaysiz, o formulada o 30 yildan keyin qiymatini. Yoki bo'lmasa 30 yildan keyin 100 ming dollar pulingizningki yiliga 5%, pul paxalligini 3% deb o'ylasangiz, 30 yildan keyingi 100 ming dollar pulninki hozirgi qiymati qanchalik bo'ladi deganga o'xshash. Hozirgi present value, future value degan o'xshashlarni hisoblash formula orqali o'ng'ay. Selishlan formula qilib berdi. Ammo odamlar o'zining ahvolini, iqtisodiy ahvolini yaxshilayman desa, ularningki bilimidan to'laroq, ularning pul bilan bo'lgan, ularningki turmush odatidagi qiliqlar, harakatlar bu muhim deydi. Men bu kitoblarni o'qib, o'ylab qoldim. Bu odam mendaq bir misollarni olibdi kitobning bosh qismida. Bir necha misol. Bu kitobning noyida o'qishlik bo'lishi, buningda murakkab formulalar yo'q, murakkab tushunmas atalg'ular yo'q, ya'ni har bir tilning o'zining tili bo'ladi, so'zliklari bo'ladi, texniklik so'zliklari bo'ladi. Kishilar uni aldirab tushunib ketmaydi. Masalan, pul muomalaga mablag' solish degan kitobimda men derivatives, ya'ni ikkilamchi pullar to'g'risida, ikkilamchi mulk to'g'risida so'zlagandim. Futures degan shunaqa ikkilamchi mulklar to'g'risida so'zlagandim. Kishilar pay chekini o'qidi, zaimning nimaligini o'qidi, indeks fondining nimaligini o'qidi, ammo option, anaki futures, forwards degan narsalarni o'qib ketmaydi. O zamonimizdagi pul muomala bozorida mavjud mulklar, pul muomala mulklar yoki aksiyalar, masalan, umumlashtirib aytsak, aksiyalar. Bu xil tillarni damalliq bu til bilan tushunib haqlar aldirab tushunib ketmaydi. Ammo Morgan Houselning maktabida bunday so'zlar yo'q. Bu nihoyatda jonliq misollar bilan o'zining ko'z qarashini tushuntirishga yoki bayon qilishga tirishgan. Masalan,
bu o'zi yosh chig'ida Los Anjelesda bir mehmonxonaning mashina saqlaydigan yerida mehmonlarning mashinalarini ichqib berish ishini qilgan ekan. Shu chog'da alomat bir boy kishiga uchrabdi ekan. Pul deganni samonda qajlaydigan. Ashunda tangilarni suvga yetib o'tadigan. Bu hayron qolibdi odamga. Az kundan keyin bu odam vayron bo'lgan gap. Ya'ni birovning o'shqa kunda olti tushmaydi degan gap. Uning o texnika bir shirkatning xo'jayini ekan, pulni baktib ketib, bilanmay xajlayotgan gap. Az kundan keyin bu vayron bo'lgan gap. Bu balani o'ylandirgan gap. Undan sirt yana o'zi pul muomalasi asosida jurnalist bo'lgan ekan, shundaq bir gap kishilarningki hikoyalariga bir qisqa deganda, mundaq bir misolni bergan gap. Vermont degan Kanadaning Montreal shahriga, Montrealga, Quebecga yaqin edi. Amerikaning Vermont degan bizning Yangi Angliya rayonida qo'ydi. Bostondan bir 4 soat mashina etsak boramiz. Bir shtatning sahrasida yashaydigan Ronald Reid deydigan bir kishi bo'lgan ekan. Bu kishi 2014-yili 92 yoshida o'lib ketibdi. Bu kishi JC Penney degan magazinda 17 yil do'konda 17 yil tozalik ishchisi bo'lgan ekan. May qachilash punktida 25 yil may qachilash punktida mulozimatchi bo'lgan ekan. Ammo 38 yoshida shu Vermontning sahrasidan 2 qiz uyni $12,000 setib oldi ekan. 92 yoshda qazo qilib ketgan vaqtda bu odam $8 million ortiq pulni qoldirib ketgan gap. Miros qilib. Bunun 2 millionini o'zininki o'gay bolalarga qoldirgan miros qilib qoldirgan gap. 6 milliondan ko'proq pulni yerlik doktorxona va kutubxonaga iyona qilgan gap. Shuning bilan bu kishi xalqaro xabarga aylangan gap. Qandaqsiga bu odam bir tozalik ishchisi gaz punktida ishlaguvchi, anan degan mashina remont qilgan yerda ishlagan ekan, uzun yil ishlagan odam qandaqsiga $8 million jiq pul miros qoldira oladi. Shu yilnisi o'lib ketgan, Amerikada o'lib ketgan odamlarning soni ashi yosh qoramda bir 3 millionga yaqin ekan. Ammo 4 mingdan ortiq odamning ham 8 milliondan ortiq boylik qolgan gap ekan-da. Buni qarasa bu odam shu baştallam o'zi to'liq o'tirilib bitgan ekan, to'liq o'tirilib bitgan ekan. Maktabga borgan vaqtda xalqni meni ilib ol deb shunday yolverib degandagidek-ku, xalqning mashinasini maktabga berib, shunday o'tir maktabni bitirib, undan keyin shunday ishlarni qilgan ekan-da. U yerda ishlab turmushning besimi bilan. Bu odam shu azroq qo'liga pul kirgan vaqtlar ayni chaqda blue chip stocks deb qo'yamiz-ku, ko'k uzakcha paycheklari texnik shirkatlarningki shu blue chip stock shu stoklarni paylarini ep qo'ygan, epmangan kichik bo'lsin, az-azdan bo'lsin ep qo'ygan gap. Demak bu 40-50 yil shuni saqlagan gap degan gapda, shu stokni setib etmay. Shuning bilan oxirida bu odam bir tozalik ishchisidan, bir mexanikdan nimaga aylangan gap desa, xalqning nazarida bir mablag' sag'uchiga, bir muvaffaqiyatli mablag' sag'uchiga, bir xayr saxovatchiga aylangan gap. Hamda tangining yana bir tarafida biz hozir bu kishini ko'rdik. Ronald Reidni, yana bir tarafda Richard Foxon degan bir kishini ko'ramiz. Bu kishi Harvard savdo maktabidan MBA, ya'ni savdo kasb bo'yicha magistrlikni olib, Merrill Lynch degan cho'g' mablag'li shirkatida boshqaruvchilab ishlab, 40 necha yoshgacha topadigan pulning hammani tepib, pensiyaga chiqqan gap. Pensiyaga chiqib, saxovatchiga aylangan gap. Ya'ni uning nurg'un paycheklari va paycheklardan kelgan dividend paylar va ularni bu ishlarga, jamoatning ishlariga nima qilmamdi? Yana qilmamdi. Saxovatchi bo'lib to'lingan nurg'un sharaflarga erishgan gap. Ammo 2014-yilga borgan vaqtda bu kishining taqdiri o'zgarish bo'lgan gap. Ya'ni shu yilnisi Richard Reid o'lib ketgan yilnisi. Shundan necha oy burun bu kishi sotda, ya'ni maliyada o'zini vayron bo'lganligini jakalash sotida mening hech qanday kirimim yo'q deb o'zining vayron bo'lganligini jakalagan gap. Ya'ni bu kishi sistemlik ma'rif tarbiyasi ko'rgan, pulni alomat topgan, Harvardning MBA'si bor.
40 necha yoshda pensiyaga chiqqan. Ammo 2014-yilga kelgan vaqtda bu kishi vayron bo'lganligini jakalagan. Ya'ni hech nima qolmagan. Bayliqdan gadayliq cho'p qolgan gapda. Baydan gadayga, shohliqdan gadayliqcha cho'p qolgan gap. Nemish shundaq bo'ldi degan gap. Chunki bu kishi Floridada o'sib olgan, Connecticutning Greenwich degan yerda mana hashamatlik yerlar nurg'un. Bir oylik aylantirish, shu uyni aylantirish uchun ketadigan chiqimi $90,000 ketadigan shu yer mulkni setib olgan gapda. Hashamatlik yashagan gap. Bu pulning hammasi uning yanchiqdan chiqqan gap emas. Shu o'ziga ishinib, hisoblab, manda bo'lsa, pay chekim manda qiymat manda bo'lsa, manda to'lsam deb nurg'un qazag'an gap. Qazilib, u yerdan bu zaminni, bu yerdan bu zaminni olib qo'ygan gap. Ammo 2008-yilga borgan vaqtda buning uchun bir zulmatli kun bo'lgan gap. Ya'ni qazirni qaytaramagan gap, chunki pay cheklari yo'qolib ketdi, qiymati pay shu vaqtda Amerika tarixidagi Great Depression, iqtisodiy bo'hrondan keyingi 2008-yillarda bir cho'ng bir iqtisodiy kriz bo'ldi, pul molni kriz bo'ldi aytgan vaqtda, ya'ni uy mulkka munosabatli. Bu kishi o'ziningki bankdan olgan qarzlarni vaqtida to'layolmagan gap. Bunda bo'lgan vaqtda qarzingiz bo'lgandan keyin xuddi sizningki qarzingiz hashamatga o'ttasingizmi, beshingizda tugman deshiva, uning jipini inchikilishib ketdi degan gap. Buning bilan bu kishi bir xil nemasida qolgandan keyin qarzni yandıramagan gap, uylarini satay desa, u uylari ayni chaqda olgan bahoning 4dan 1 ga yaramagan gap. Keyin kim ashudo qilib setishda shu uylari shu asli bahosining 25% ga yarab satgan gap, lekin uning chiqimi to'layolmaydi, chunki uning nurg'un qarzi va yandirdigan. Andan keyin banka uning butun Floridadagi uyini andan keyin Connecticutga uylarini tatib olgan gap. Bu odam shuning bilan mana bir namratga aylanib qolgan gap. Mana shu misollarni deyish orqali Morgan Housel nima demoqchi deganda, sening boy bo'lishing, pul bilan muomala qilishing, pul bo'lgan ko'z qarashing, bu sening aqling bilan sistemlik tarbiya yuqori ma'rif ko'rishing bilan munosabatlik emas, balki sening odating bilan munosabatlik. Pulga nisbatan tutgan muomala bilan munosabatlik, turmush odati bilan munosabatlik degan gap. Ya'ni bu xil ahvol nima desa, bizning Uyg'ur tilida aytib jonliq ifodalab beramiz buni bir og'iz gap bilan. Richard Reid, ya'ni tozliq ishchisidan saxovatchiga aylangan kishi, 92 yoshda o'lib ketgan kishi, bu eski chapanning ichida adam bor degan misol bo'lsa, Mao kishi, Richard Faskon degan kishi, bu ishchi palpal, tish palpal ishchi g'alg'al degan misollab qoldi. Bunday ishlar bizning jamiyatlarimizda bor, bizning atrofimizda bor. Ayni vaqtda men shu o'smir chog'larimda odamlarning idorasida bir odam bo'ldi, Yusuf Salaydi. Rahmatlik qarmoqni aytib namratdagi odamning ichini og'ritqidek darajada shunday kiyinib yashaydi-da. Ammo shu odam yana 5 odamni oshpazlikqa boshlab, birdan bilan 5 kal go'shida aytgan manti bilan mehmon qila olish qudurti batdi. O'sha kishilarning maoshi 70 so'm, 80 so'm. Bu qandoq deganda, bu odam o'zining ishiga puxta. Xizmatni tushganliklarni berib, qo'shni chorvachilik mahallasiga berib, qo'ylarninki terisidan tatib, ochiq uchaylar yig'adigan. Nurg'un odamning qolsa kelmaydi, qilmaydi uni. Bu odam qiladigan, qilib yig'ib ma'lum vaqtga ketgan vaqtda shaharga kirib ketib bilan sotadigan. Unda bo'lgandan keyin u pul topadigan gap. Shu pulni shunday odam topadigan gap. Ammo yana bir odamning beshiga kunchib qilib, bir pul so'rab tursa, shu chog'da necha yuz so'm, 1000 so'm so'rasa, boshqa odamning boshqa xizmatchidan chiqmasa-mi, o'sha odamdan chiqadigan gapdi. Bunday odamlar bor. Yana bir odamlar bo'ladigan, shunday hashamatliroq yashab oxirida yetkazamagandan keyin ba'zi ishlarni qilib solgan, jinoyatga berib ketadigan ishlarni qilib solgan. Bunday odamlar hamma jamiyatda bor.
Anandan keyin bu kishi mana shu Morgan Housel yana degan to'g'ri. Pul muomala jihatda bilimlik bo'lish, nurg'un cho'ng nazariyalarni bilish bu odamni bayqib ketmaydi. Ba'zida ta'layning muayyan roli bor degan. Ta'lay. Materializmchilar ta'layni rad qildi. Ama boshqalar materializmchi bo'lmaganlar ta'layninki muayyan roli borligiga ishonadi. Masalan, bu kishi misol olgan bir odamning boy muvaffaqiyatli bo'lishida ta'layning muayyan roli bor. Hammasi emas, ammo muayyan roli bor deganda Bill Gates misol olgan gap. Bill Gates 1968-yili Washington shtatida yashash jarayonida bu o'qigan o'rta maktabda shu vaqtda Amerika tarixida tunji qitim shu o'rta maktabga shu maktabdan puli borgan bir muallimning tashabbusi bilan bir shu chaqdagi bir kompyuter, yo'g'on kompyuterni olib ekan. Shuning bilan shu 1-2-3 bola shu kompyuterga qiziqib ekan. Demak, bir narsani ko'rgandan keyin tushunish shaklida bu bolalar qiziqib, shu o'smir chaqlarda to'liq o'tirib o'qiyotgan chig'ida 500 cho'ng shirkat qurish planlarini qilishib ekan. Demak, bu yerda Bill Gatesning boy bo'lishida, bunday cho'ng Microsoftni qurib, cho'ng tonilishida uningga ashu xil istakni sog'gan bir moddiy sharoit bor edi. Qanday moddiy sharoit bor? O'ning to'liq o'tirib maktabda hech kimda yo'q kompyuter bor degan gap. Uning ustiga yaxshi bir o'qituvchisi bor. Hamda talay va xatar degan talaysizlik yoki xatar deb qo'yamiz-ku. Talay bo'lgan keyin talaysizlik bo'ladi. Bill Gates o'xshash hatto uningdan o'tkir kompyuterda yomon bir do'sti bor ekan. Kent Irving ismi shunday. Bu bola Bill Gates'la yaxshi to'xtamay paranglashdi ekanda. Bill Gates uning nomerini shu uzun yil bo'lsa, telefon nomerini hozir chiqdi ekan. Darsni tushgandik uni telefon qilib, shu o'zining planlarini muzokara deganda. Bu bola 18-19 yosh, o'tirmak to'liq o'tirib o'qiyotgan chog'da oliy maktabga bormay, to'may berishdan burunlam bir taq chiqish safarida bir hodisaga uchrab o'lib ketdi ekan. Demak, maktabning yozuvchisi deydiganki, Bill Gates mi dedinki, agar Kent bo'lgan bo'lsa, biz shirkatni Kent yana birisi Alan Paul uchimiz bilan qurdik. U o'lib ketib qolgachqa biz qurdik deb. Demak, bu uchi shu vaqtda 1968-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Nopos byurosiningki statistikaga qaragan vaqtda 303 million yosh dunyodagi o'tirib to'liq o'tirib maktablarda o'qigan ekan. Bu Bill Gates o'qigan to'liq o'tirib maktabda shu vaqtda 300 dak o'quvchilar to'liq o'tirib o'qigan ekan. Shu 300 o'quvchi, shu 3 million o'quvchida yo'q bir sharoit qilishgan. Ya'ni kompyuter. Shu bir kompyuter bo'lash maktab boy bo'lganligi uchun, bir yaxshi o'qituvchisi bo'lganligi uchun shuningki talabi bilan. Demak, bu Bill Gatesningki, Alan Paulningki ta'lim bo'lsa, shuna yerda o'qib qolish. Kent Irving ularning do'stining talaysizligi. U ham shada o'qigan, lekin bir hodisada tugab ketib qolgan gap. Shu xil hodisa 1 million qitimning ichida bir qitim yuz berdi ekanda. Talaysizlikni ko'raman. Ammo mayli qanday bo'lsin qat'iy nazar, hammamiz dunyoning hamma yerida yashaymiz. Odamlar hayotning bularmi iqtisodiy hayotningki formulalari o'xshash. Ishlasak topamiz, tijorat qilsak topamiz. Xajlasak, omonat qo'ymasak, ya'ni omonatning muhimligi to'g'risida men tunugun bir narsani o'qib qo'ydim. Iqtisod ilmining otasi Adam Smith deydi. Adam Smith shunday deydi. Iqtisodchan odamlar jamiyatga foydaga keldi. Badxaj odamlar jamiyatning dushmani deydigan gapini ba'zi so'zlarni men o'qib qo'ydim. Demak, bu narsa ishlasak kirim bo'ladi, tijorat qilsak kirim bo'ladi. Hamda uning bir qismini zarur narsalarga iste'mol qilamiz. Bu piqsiqlik qilib, yemay, ichmay, huzurlanma deganlik emas. Muvaffaq halig'idek ichi tishi pal ishi g'alg'allik olmaslik, muvaffaq iste'mol qilish, iqtisodchan bo'lish,
badxarjlik qilmaslik, anandan keyin uni ishinchi pulni nimaga qo'yish? Ya'ni yig'ish, omonat qo'yish, mablag' qilib silish. Qandaq bir kasbda mushu Richard Reydga o'xshash, ya'ni tozliq ishchisidan saxovatchiga aylangan 8 million dollardan ortiq pulni qo'ygan bir odam bilan bu Ronald Reydga o'xshash, Richard Fasconga o'xshash, Harvard o'qigan cho'ng beyg'am bir odamning oxirida mushu egizdan pastga tushib ketishda qaysi kasbda shunaqa ahvol yuz berdi deganda, pul muomala sohasida ham yuz berdi. Masalan, bir doktor deymiz. Doktor uzun yillik davolanib, tarbiyalanish, sistemlik tarbiyalanish orqali mutaxassis ishib bordi, vaqtning o'tishiga agishib, uning o'ngiri ishib bordi, kirimi ishib bordi. Bir injener deymiz. Umi shunday qattiq ilmlarni o'rganib, bino silish, ko'rik silish, shunday ishlarda uning bilimi, tajribaning ishiga agishib ish mangdi. Ammo pul muomala sohasida harakati durust bo'lgan ta'lim va odamlar shunday sabrsiz odamlar pulni jiqtapdi. Masalan, Ronald Reyd sabrchan bo'lgan. Richard Fascon manchi, o'zini ko'rsatishga amroq, ochko'z bo'lgan. Oqibatda bular ikkisi o'xshamagan oqibatga duchor bo'lgan. Bu dunyoning hamma yeridagi odamlarga o'rtaq mos keladigan, ilqimishim ularning tajribasicha anglab beqishga to'g'ri kelgan, uyg'unlashtirishga bo'ladigan bir darslik. Ya'ni Richard Fasconninki mag'lubiyatdan saboq qilish, badxarjlikdan saboq qilish, o'tgan qitimliq bir leksiyarimda depadim, Amerikada hozir shu ishlar ko'tarilib qoldi deb, Islzoda namratlar deb. Ya'ni haddan ziyoda boylik havas qilib, uyni jiqilib olib, bankka qarz olgan. Bankning uyi ham, sizning uyingiz emas, bankning uyi qarz to'lab bo'lmoqchi. Bunday odamlarga shunday xalqi Richard Fascon mana mushu xil xatolikni o'tkazgan ayni chaqda. Iqtisod normal bo'lgan vaqtda, ish mangan vaqtda bu ishlar bilinmaydi. Agar iqtisodiy krizis bo'lib qoladigan, nurg'un odam ishsiz qoladigan shunday ishlar bo'lib ketib qolsa, yoki xizmatni yo'qotib qo'yadigan ishlar bo'lib qolsa, kirimni uzilib qolgan ahvol bo'lib qolsa, Richard Fasconninki izni besib qoladigan ishlar chiqib qoladi. Xudo saqlasin. Ammo Ronald Reydga o'xshash o'tganda men ko'ringidek bo'lmagan Silvia xonim degan bir asarni o'qib qo'ydim. New Yorkdagi bir katib ayolning 70 yillik katib ayolning 10 necha million pulni jamiyatga qo'yib ketganligini. Oddiy yashagan. Men u buni tashabbus qiluvchi emasman, lekin ota-bobomizning gapi bo'yicha yashashini tashabbus qiluvchiman. Yotqanga qarab putu tutish, tirishchan bo'lish, kalla ishiltish, tajribadan o'tkazish, boshdan o'tkazish, an vaqti galvan olmaslik qilib beqish. Mang'anmasangmi o'mila o'tirib qolma demoqchi. Bo'ldi demsiz bugungi leksiya. Mo'shinchalik bo'lsin, agar qiziqsanglar, oxirini yana so'zlab beraman. Bu 20 bob. Balki hozir 2 bobni so'zlab bo'ldim. Rahmat sizlarga.